Eroziya bormi, yo'qmi degan savol juda ham ko'p keladi. Mana hozir qizimizda ham xuddi shu savol bilan kelganlar. Qanaqa? Rodidan keyin bitta homiladorlik bo'lgan, bitta tug'ruq bo'lgan, bular keyin doktorga borganlar, juda ham ko'p doktorlarga borganlar, noaniq chalkash fikrlar. Hamma doktor har xil fikr aytdi. Kelinglar, qanaqa bo'ladi, nima qilish kerak, taktika haqida gaplashamiz. Eroziyani avval diagnostika qilib olamiz. Rostdan ham sizda eroziya bormi o'zi? Tuqqan paytingizda bolani boshi tug'ruq yo'llaridan o'tayotgan vaqtida, bachadon bo'ynidan o'tgan vaqtida ichki shilliq qavati bor, bachadon bo'ynini mana shu qavat tashqariga ma'lum bir qismi chiqib qoladi. Biz buni ektopiya deb aytamiz. Va agar ektopiya bo'ladigan bo'lsa, bu qizarib ko'rinaveradi sizda. Agar siz kolposkopiya tekshiruvidan o'tmaydigan bo'lsangiz, bu sizdagi holat haqiqatan eroziyami yoki ektopiyami bila olmaysiz. Ektopiya aniqlansa yoki eroziya aniq tashxis qo'yilgan bo'lsa, shunga qarab taktika qilinadi. Eroziya deb qaysidir vrach aytib, sizni vanishka qilish kerak, yuvish kerak, kuydirish kerak, davolash kerak desa, bu taktikaga rozi bo'lishingiz kerak emas. Bu juda katta qo'pol xato bo'ladi. Birinchi o'rinda kolposkopiya tekshiruvidan o'tishingiz kerak. Kolposkopiyada sizga aniq tashxis qo'yib berishadi. Bu haqiqatan eroziya yoki bu boshqa narsada. Bu fiziologik holat, tug'ruqdan keyingi ektopiya holati. Diagnoz qo'yib berishadi. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz. Agar sizga juda ham ko'p выделение kelayotgan bo'lsa, avval svecha qo'yib, qinni tozalab oling, analiz topshirishingiz kerak bo'ladi. Bachadon bo'ynida rak oldi holatlari bor yo'qligini aniqlashimiz uchun biz analiz topshirtiramiz. Analiz noto'g'ri chiqib qolmasligi uchun avval shamollashni davolab olamiz. Uning uchun vanichkalar shart emas, oddiygina svechalardan foydalanib qinni tozalab olamiz. Keyingi etapimiz svecha qo'yib qinni tozalab oldik. Endi biz bachadon bo'ynidan rak oldi holatlarini diagnostika qilish uchun jidkostная citologiya yoki pap test degan tekshiruvlar bor. Mana shulardan bittasini topshiramiz. Va agar kerak bo'lsa VPC tekshiruvi bor. PCR usulida virus papilloma человека deb aytamiz. Mana shuni tekshirib olishimiz kerak. Sababi agar VPC aniqlansa, bu ichida onkologiyaga olib keladigan turlari bor va bu sekin-asta birdan bo'lib qolmaydi, lekin 5 yil, 10 yil davomida sekin-asta bachadon bo'ynini rak holatiga olib keladi. Shuning uchun shu ikkita dona analizga topshiramiz. Endi nima qilamiz? Analizlarimiz javob tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin agarda yaxshi sifatli holat bo'lsa, VPC aniqlanmadi, kolposkopiyada sog'lom chiqdingiz, undan keyingisi pap testlaringiz yoki sitologiyangiz yaxshi chiqqan bo'lsa, hech narsa qilmasligimiz mumkin. Sizga tegmaymiz. Bu normal holat. Sizda eroziya yo'q, hammasi joyida. Agarda analizlar javobiga qarab turib taktika aniqlanadi, yomon o'zgarishlar chiqadigan bo'lsa, unda boshqacharoq taktika ketadi. Oddiy holat deylik, sizda hech narsa aniqlanmadi, sog'lom ekansiz, lekin sizdan juda ham ko'p выделение kelyapti, juda ham ko'p ajralma kelyapti. Sababi ektopiyada mana shu shilliq chiqaradigan bezlar tashqarida joylashib qoldi va juda ham ko'p sliz chiqarishni boshladi. Bunaqa holatlarda turli xil kimik preparatlar bilan mana shu bezlar faoliyatini to'xtatib, qotirib qo'yish mumkin yoki muzlatib qo'yish mumkin. Agar tug'maydigan qiz bo'lsangiz, lazer yoki elektrokoagulyator yordamida mana shu bezlar faoliyatini to'xtatib qotirib qo'yish mumkin. Buni oddiy tilda eroziyani kuydirish deb ham aytiladi. Agar sizda yomon sifatli narsa aniqlansa, oddiy kuydirish bilan ishingiz bitmaydi. Bunda sizga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Unda sizda konizatsiya yoki ekstiziya degan amaliyotlar bor. Aynan sog'lom to'qima chegarasidan bachadon bo'yni kesib olib tashlanadi. Rak kletkalari paydo bo'lgan bo'lsa, sizda o'zgarishlar paydo bo'lgan bo'lsa, uni kuydirib qo'yish bilan sizning holatingiz yomonlashadi. Chunki ichkarida proses rivojlanaveradi, tashqari chiroyli bo'lib qoladi. Ichkarida bilmay qolasiz, qaysidir vaqtga kelib sizda rak aniqlanib qolishi mumkin. Hozir qizimizga biz nima qilmoqchimiz? Qizimizda ektopiya holati bor, yomon sifatli holatlar aniqlanmadi. Hozir vagatsit yoki vagatil yordamida ana shu ko'p sliz chiqaradigan, qoniydigan hujayralarni muzlatib qo'yamiz, qotirib qo'yamiz. Va undan keyin qizimiz bemalol tug'a oladilar, chunki bitta farzandlari bor. Yana homiladorlik bo'lsa, bemalol bachadon bo'yni ochiladi, bemalol tug'a oladilar. Qizimiz bizda tug'ruqdan keyin tiklanish kurslarimizda qatnashgan ekanlar, juda ham foydali bo'lgan deb aytdilar. Hatto turmush o'rtoqlari ham bilgan ekanlar foydasini. To'g'rimi? Shunaqa bo'lgan? Yaxshi bo'lgan. Endi savol berdilar, eroziyadan keyin Kegel mashqlarini bajara olamanmi, kursda o'rgangan mashqlarimni bajara olamanmi deb savol berdilar. Albatta bajarishinglar mumkin. Intim trenerlar aytishadi, eroziyada sizga mumkin emas deb aytishadi. Sababi agar sizda yomon sifatli holatlar bo'lsa, eroziyadan keyin o'sha rak oldi holatlari bo'lsa, haqiqatdan mumkin emas. Lekin diagnostika qilib aniq bilib olganimizdan keyin eroziya Kegel mashqlarini qilishga qarshi ko'rsatma emas, bemalol bajarsanglar bo'ladi.
bachadon bo'ynida qizarish ko'rgandan keyin doktorlarimiz ko'pincha aytishadiki, obработка qilamiz deyishadi yoki kundirish prosesslariga o'tib ketib qolishadi-da. Bu juda ham noto'g'ri holat hisoblanadi. Avvalambor biz bachadon bo'ynidagi muammoni aniqlab olishimiz kerak. Bu haqiqatan o'zi eroziyami yoki bu ektopiyami yoki boshqa holatmi? Mana shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Eng bir nozik holatlarda agar ichkarida shamollash bo'lsa, 5-6 kunga svechka qo'yganimizdan keyin bachadon bo'ynini 2 kun dam oldiramiz. Hech qanaqangi bachadon bo'yniga tegilmagan bo'lishi kerak, svecha qo'yilmagan, jinsiy aloqa qilinmagan bo'lishi kerak va biz onkotsitologiya olamiz. Ya'ni bachadon bo'ynida rak holatlari rivojlanmayaptimi? Mana shuni aniqlash uchun analiz olinadi. Mana shu shotka bilan bu mukammal analiz ola oladi, chunki bachadonni bo'ynidagi servikaliy kanaldan va atrofdan hujayralarni oladi. Mana bunaqangi rastvorga solinib, laboratoriyada tekshiriladi va 4 kun, 5 kun davomida analiz javobi tayyor bo'ladi. Mana shu javobga qarab turib, bachadon bo'ynini qanday davolash usuli hal qilinadi. Albatta, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling, aziz ayollar.